har safar azon eshitganingizda shu 5 ta sunnat bor. Shu 5 ta sunnatni bilib oling. Birinchisi, muazzin nima desa shuni qaytarishlik sunnat hisoblanadi. Faqat hayya alas solah va hayya alal falahdan keyin la havla va la quvvata illa billah deysiz. Ikkinchi sunnat, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna muhammadar rasululloh degandan keyin muazzin shu zikrni aytishlik sunnatdir. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi muhammadin sallallohu alayhi va sallam rasula. Uchinchi sunnat, azon tugagandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga salovat aytishlik sunnat hisoblanadi. To'rtinchi sunnati azon duosini aytishlik. O'sha mashhur Allohumma robba hadhihi ad-da'wati at-tammah deb boshlanadigan duoni aytishlik to'rtinchi sunnat hisoblanadi. Beshinchi sunnat o'zingiz uchun, diningiz, dunyoyingiz uchun bo'lgan nima so'rasangiz Allohdan duo qilib so'rashligingiz beshinchi sunnat hisoblanadi. Chunki hadislarda kelganidek, azon bilan iqomatda orasidagi, ya'ni azondan keyin iqomatda orasidagi duo ijobat hisoblanadi. Alloh taolo inshaalloh ijobat qiladi. Shu 5 ta sunnatni o'zingizga odat qilib oling.